Kesirva. Eng ko'p beriladigan savollar. Kesirva bilan tug'sam bo'ladimi? O'zim tug'gim kelmayapti. Sizlar o'ylaganchalik kesirva oddiy holat emas. Bu jiddiy holat hisoblanadi. Agar sizda ko'rsatmalar bo'lmasa, o'zingiz tug'ganingiz ma'qul. Kesirva bilan bor yo'g'i 3 martagacha tug'ishingiz mumkin. Kimlardir 4-5 marta tug'gan bo'lishi mumkin. Birinchi kesirvada spaykalar paydo bo'ladi qorin bo'shlig'ida. Ikkinchi kesirvada matkani anatomik holati o'zgarishni boshlaydi. Uchinchi kesirvada o'sha spaykalar bo'lganligi hisobiga qorin bo'shlig'ida og'riqlar paydo bo'ladi, qorin kattalashganligi hisobiga. Hattoki chok yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. To'rtinchi kesirva sizni hayotingiz uchun juda ham xavfli hisoblanadi. Ko'p tug'ishni xohlasangiz, agar sizda qat'iy ko'rsatmalar bo'lmasa kesirvaga, o'zingiz tug'ganingiz ma'qul. Bu videoni kesirva bilan tug'moqchi bo'lib yurganlarga yuborib qo'ying.